O'rtoqlar, ko'rinishdan X6 ni oldi turibdi deb o'ylayapsizlarmi? Hozir ko'rsataman qanaqa mashinaligini, rangini kommentariyada qoldirasizlar. Juda ham neobычный mashina topib qo'ydim sizlar uchun. Renault Arkana 2021-yil 68 ming probegida mashinamiz ideal holatda saqlangan, kraskalar top-toza deyaptilar. Bemalol ko'rib, tekshirib olsangiz bo'laveradi. Qo'shimchasiga $1000 19 razmerdagi qimmat diskalar ham toqib qo'yilgan ekan. Mashinamizni narxini juda ham shokolad narxga tushirib qo'ydik. Bunaqa Renaultlarni narxini bemalol surishtirib, OLXdan qarab ko'ring, boshqa reklama kanallaridan qidirib ko'ring, 14 ming, 15 mingga topasiz, lekin biz aytgan narxda topa olmaysiz. Bu mashinamiz avtomatik korobka, 1.6 motorli, variatorli hisoblanadi. Qo'shimchasiga multimedia tizimlari bor, o'rindiqlarning isitish tizimi bor, multirollar qo'yib qo'yilgan, zaryadnilargacha bor. Bu mashinani narxini taxmin qiluvdingizmi? Taxmin qilganingizdan ham arzonlatadigan bo'lsam, like bosib, kommentariyani portlatib yuborasiz. Bu Renault Arkana'ni narxini $12.900 ga tushirib qo'ydik. Bemalol bunaqa arzon narxdagi inomarkalarni bosib olsangiz bo'ladi va bunaqa inomarkalarni o'tkazib yubormaslik uchun inomarka namanganga a'zo bo'lib, like bosib, kommentariyada o'zingizga yoqqan modellarni qoldiring. Siz so'ragan modellarni obzor qilishga harakat qilamiz.